Valentino brendi o'rtoqlar, korobkali modelini skidka qilib 299 mingga qo'yib yuborgandim. Maza qilib xarid qildinglar. Kommentariy ketdi. Yana ham budjetliroq variant bormi? Xuddi shunga o'xshasin. Bez korobka bo'lsa ham mayli degandinglar. Siraza Xitoyga urib yubordik o'rtoqlar. Bez korobka Valentino brendini mana shunaqa krossovkalarni olib kirib qo'ydik. Modelini ko'rsanglar ham bo'ladi. Xuddi o'sha model skromniy modelda olib kirganmiz. Temniy siniy aralashgani, endi esa mana bitta oq bilan qora aralashganini ko'rsanglar ham bo'ladi. Qizlar qanaqa zo'r ranglarda olib kirganmiz. Narxlari 140 ming so'm. Qop-qora modeli ham bor. Buni qizlarjonlar bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Mana orqasida ham Valentino yozilgan. Yozuvlarni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Oq-qora modeli, bu ham zo'r turadi oyoqda va temniy siniyga oq aralashgan modelidan ham olib kirib qo'yganmiz. Narxlarini 140 ming so'm qilib, budjetni qilib chiqarib qo'ydik. Bilasizlar, Xitoyga bez korobka ko'rsangiz sal arzonroq bo'lib kirib keladi. Sizlar ham o'ylagan holda budjetli modelda 140 minglik Valentino brendini obuvlarini kelib olib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 12 ta viloyatga dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Kelmoqchi bo'lganlar uchun Nishois deb navigatorda ham, Yandexda ham yozsanglar, Mehriga 5 Nishois chiqib keladi. Shoshiling, sizlarni kutib qolamiz. 140 ming so'm.